شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان ibodatda usul ko'p fazilatga boy bo'lgan mag'firat ham barakat rahmatlarga liq to'lgan jannatlar keng ichilib do'zax mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Qur'on ilib kelgandan it'amut ta'am, tamoq beringlar. Ya'ni atrofimizdagi yo'qsullardan xabar ilishga buyurilgan bir din bo'lib, bizning hayot uslubimiz shu tariqada bo'lishi kerak. Diqqat qilsak, Qur'on ummati bilan boshqa ummatlar orasidagi farqning nihoyat cho'nligini bayqaymiz. Qur'on ta'sir ko'rsatgan rayon va jamiyatdagi kishilarning yashash shakliga qarasak, ularning uylari kengri, ya'ni boshqalarning uylariga mehmonga chaqirdi. Ham uyni shu shaklda yasaydi. Ammo uning sirtidagi jamiyatlarcha mehmonxonalarga nechta kirishni qo'yibla 1-2 kishi patqudek qilib loyihalaydi. O'sib yetilgan davridagi uylar kengri, ko'p mehmon sig'udagi shaklda silingan ekan. Biz uni kona uslub deydik. Ammo u kona uslub bo'lmasdan, balki Qur'onning siyosiy hayot uslubi edi. Chunki biz uylarimizga yurt mahalla jamoatni pat-pat chaqirib fikrlashib vaz nasihat anglab turardik. Biz uyni tarlashtirilgan qo'shnisining kimligini bilmaydigan ummat emas edik. Qur'on bizga qo'shnilar va yurt mahalladagilar qanday holatda ekanligidan xabardor bo'lib turgan deb o'rgatgan edi. Farishtalar hayo qildigan sahoba kim? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?